Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan bugun men RemC. Bugungi videoga xush kelibsiz va nihoyat ko'p kutilgan video, ya'ni Pojo Launcherga mod qo'shish. Bugungi videoda albatta Pojo Launcherga mod qo'shish haqida video olamiz. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring va video haqidagi o'z fikringizni ham yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham qiziq. Qani unda ketdik. Play Market ilovasidan Play Marketdan Zachiver ilovasi kerak bo'ladi va bu ilova nomi ham ko'rinib turibdi va ekranda ham chiqaraman montajda. İçini ochib olamiz va shu kiradi. Sizlarda shunday turgan bo'ladi, mana shunday turgan bo'ladi. Sizlar Downloadni bosasizlar, Download bosganingizdan keyin agar siz Telegram ishlatsanglar, Telegramni bosasizlar. Agar boshqa ishlatgan bo'lsangiz shu yerga tushadi. Men Pulse Manager ishlataman, shunga ashga tushgan. Mana masalan biz Neat modini ishlatmoqchimiz. Bitta mod, masalan Neat rostdan. Hop, nusxalamoqni bosamiz. Keyin bu yoqqa chiqamiz va Androidga kiramiz. Data. Keyin pastroqqa tushsanglar, aytda Pojo Launcher turadi. Pojo Launcher bosamiz, Files. Keyin mana bu yerda Minecraft turadi. Minecraft bosamiz. Modusga kiramiz. Keyin mana bu tugmani bossak qo'yadi. Endi modlarni qanday Downloadga yuklab olishni ko'rsataman hozir. Telegramga kirib olamiz, ya'ni Pulse Manager menda. Men mana shu kanaldan olaman modlarga. Mana Neat modini mana shundan olgandim. Mana xo'p. Endi mana shu qanday yuklashni o'rgataman. 3 nuqtani bossanglar, yuklamalar jildiga saqlash bor. Shuni bosasizlar, saqlaydi. Shunaqa bo'ladi xullas. Xo'p, endi Pojo Launcherga o'tib olamiz. Xo'p, bundan chiqamiz. Mana ko'rganinglardek mod ishladi. Worldga kirdim, mana ishlayapti va inventarda ochsam mana modlar turibdi 6 qator. Va agar shu modlar sizlarga kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimga o'tinglar. Bu modlarni men tashab qo'yaman. Qaranglar, mana Kamaz modi bor. O'ta zo'r Kamaz modi bor. Reder ishlatgan. Menimcha mana o'tirsa ham ular ichiga eshiklarni ochib yopiladi. Chotki. Zo'r, короче. Menga yoqadi bu mod albatta. Videoga like bosing. Xo'p, agar sizlarga do'stlar bu Pojo Launcherga skinlarni qo'shish kerak bo'lsa, o'rganishni xohlasanglar, shu video 50 ta like yig'sin. Skin qo'shish va Pojo Launcher agar sizlarda qolsa, qotmaslikka qarshi. Xo'p, obunachilar, endi hozirda men kanalimga yana bir video qo'ydim. Bu videoni qo'yib bo'lgandan so'ng bu qana video desanglar, Pojo Launcher Play Marketdan o'chib ketdi. Agar shuni qayerdan o'tkazsa bo'ladi, shu haqida bu qilganman. Tez o'tib olinglar. Xo'p, qani unda ketdik. Video tugadi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.